Assalomu alaykum qadrdonlar. 2026-yil 6-yanvar. Manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahridan Teva narxlari. Ukamiz narxlarni bir qator aytadi. Yaxshimisiz? Rahmat. 4 metrli qonqira strabilamiz bor. Uzuni necha metrli aka? Uzuni 4 metrli, qalini 4. Hammasi qonqira bo'ladi. Narxi necha pul uni? Narxi 50 ming so'mdan. 50 ming so'm. 4 metrli murlat loplarimiz bor. Ular necha pul? Richa obzori bor bular. Ha? Ular 40 ming so'mdan. To'sin taya murlatga ishlaydi bular. Abriznoy to'sinlarimiz bor. Qalini 7, eni 13. 7-13 to'liq. Ha? 90 ming so'mdan. Yaxshi. 4,5 metrli bor shuni. 4,5 metrli necha pul? 4,5 metrli. Xo'p, buni 125 ming so'm narxi. 4 metrli nisbatan chiq qimmatdan endi bu oz qolgani uchun qimmatmi yo kelishiladimi bu? Yo, buni kelishadigan. Vallah. Bular necha metrli? 3 metrlimi? 3 metrli abriznoylarimiz aka, qalini 4, eni 12. 12. 30 ming so'mdan. Rekalashchi. Rekalarimiz 4 ga 4, uzuni 4 metrli, metri 4 ming so'mdan. Yaxshi. Kalta rekalarimiz bor 3 ming so'mdan. Narxlar ancha arzon. Narxlar arzon, dastlabki kelishilgan holatda. Bu baquvvat 5 metrli to'sinlarmi bular? Ha, boy to'sin deyiladi. Boy to'sin. Ichigacha bir xil ekani bu, ichida maydasi. Beraveramiz, tadbir qilib berilgan. Tadbir qilib. Narxi 200 ming so'm. 200 ming so'm. Cheklanmagan miqdorda. Aloqaga chiqsa, Aloqaga chiqsa yengil qilib beramiz. 4 metrli boy to'sin. 4 metrli baquvvat ekan bu yo'qmi? Baquvvat mana qo'l qaritini ko'rib olasizlar. Bo'ldi. Bu 5 metrli bu sarrob deylarmi bular yo ayvon to'sin? Sarrob. Baquvvat sarrob. Mana 2 qarislik. Yangilik bor deyapti deysiz, reka chiqar qo'yamiz. Daryoda rekamiz. Bu tomon quruq to'sinlar shekilli, hozir ishlataman deganlarga. Rekamiz mana shu rekamiz. Oltidan qilib aylatganmiz. Yechib ham beraveramiz, hamma yo'g'i bir xilda. 6 tali ekanda o'zi bu. 6 tali, ha. O'qlanmagan bu. O'qlanmagan, toza narsadan chiqqan. Toza taxtadan chiqqan. Xuddi shuni qo'lga ishlataman deganlarga mana 6 ga to'rli ekan bu. To'rligi bor. Bo'ldi. Qalini 4, eni 6. Buni orqasida jarbili yo'q deyapsiz, orqasi ham o'tayli. Bir xil aka, bemalol. Mana shu. Haqiqatda maqtagancha bo'lmagan aka. Nomi terak xolos aka. O'zi sasna bilan qolishmaydi. Saslarning yonida katta bo'lgan bular. Ha. Bu to'sinlar necha metrli? Bular 5 metrli to'sinlarimiz, quruq to'sinlar. Quruq to'sinmi? Ha. Hozir ishlataman deganlarga 150 so'm bilan 150 ming so'm bilan 180 ming o'rtasida. akalar, beramiz. ukamiz ismlari Aqrorbek. Kimga qancha zarar bo'lsa, telefon qilsalaring, qilaveradi. Bu tomonda 4 metrli baquvvat to'sinlar ham bor ekan. Vassalangiz qancha bu vassala? Bu mayda shoq vassa deyladimi bu? Vassa deyiladi. Sonini ko'raverasizlar mana. Sananchi nechta ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. 15 ta. Eng kam 15 ta, 16 17 gachami? 15 ta, 16 ta, 17 ta ketaveradi. Bo'ldi, gap yo'q. Mo'lroq qilib terganmiz, sababi olgan odam olinmasligi uchun. Yaxshi. Narxi 10 ming so'm. Yaxshi. Lapet vassamiz bor. Lapet vassalarning donasi 7 ta 8 tasiga 9 10 tali ekani? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tali. 10 tali. Xudo xolasa kvadratlarga yetadigan qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahri. Imkon chetdalar. Bu tomonda baquvvat 4 to'sinlar bor ekan-a? Ha, 4 metrli baquvvat to'sinlar. Pillalarni soyizmasdan attelab assortiment terilgandan yashagili. Aka mana. Chiqarishdan bana. Chiqarishdan. Juda mashina bor bu yerda. Mana. Vallah, haqiqatda to'sin. Shu bir xil narsa. Baquvvat narsa degani. Ushlar ham. Tayaqana bo'lsa, tepasidan shu holatda. Chiroyli qilib beramiz. Kimga qancha ob'yomga zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ukamizda metrli to'sinlarimiz ham bor mana. nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, 4 metrlar nechi pul? 4,5 metrlilar 110 ming bilan 130 ming o'rtasida. Bu 5 metrlarchi, 5 metrli ham sal bo'lmaydi. Aksiyada aka 140 ming so'mdan. Bo'ldi, gap yo'q. O'sha aloqaga chiqishadi. Kelinglar, manzilimiz Marg'ilon shahar, Kamina Taxta bozor. Ukamizning nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Shahar ichida dastavkamiz bepul. Bo'ldi, gap yo'q.